Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz jamoatal muslimin. Bugungi juma mav'izasining sarlavhasini aqidada adashmaylik deb nomladik. Har bir musulmonning aqidasi to'g'ri bo'lishi o'ta muhimdir. Chunki aqida noto'g'ri bo'lgan holda qilingan amallar qancha ko'p va ixlos bilan bajarilgan bo'lmasin, uning zarracha manfaati yo'q. Aqida so'zi lug'atda aqd so'zidan olingan bo'lib, mahkam bog'lamoq ma'nosini bildiradi. Aqida so'zining ko'pligi esa aqoid deyiladi. Istilohda esa aqida ilmi deb e'tiqod qilish vojib bo'lgan narsalar to'g'risida bahs yuritadigan ilmga aytiladi. Ya'ni har bir mukallaf bandaning qat'iy ishonishi hamda qalbiga mustahkam qilib bog'lab o'rnashtirib olishi lozim bo'lgan qat'iy dalillar bilan sobit bo'lgan shar'iy e'tiqodiy hukmlarga aqida deyiladi. Sufi Alloyor hazratlari aqida ilmini o'rganish zarurligini bayon qilib quyidagicha deganlar: aqida bilmagan shaytoni eldur, agar 1000 yil amal deb qilsa yeldur. Bu degani aqidani zarur masalalarini bilmagan kishi har qancha ibodat qilsa ham sof aqidani bilmaganligi sababli qilgan ibodatlari unga hech qanday naf bermaydi. Chunki dinda ixlosning o'zi kifoya qilmaydi. Ilmsiz yolg'iz ixlosning o'zi bilan najot topaman degan kishilar adashadilar. Hasan Basri rahmatullohi alayh aytganlar: ilmsiz amal qiluvchi yo'lni bilmasdan yo'lga chiqqan yo'lovchi kabidir. Ilmsiz amal qilgan kishining islohidan ko'ra fasodi ko'proq bo'ladi. Shunday ekan, ibodatga zarar bermaydigan ilmni va ilmga zarar bermaydigan ibodatni talab qilinglar. Bir qavm ibodat talabida bo'ldi va ilmni tark qildilar. Faqat Allohga ko'p ibodat qilamiz deb ilm o'qimay qo'ydilar. Natijada ular ummati Muhammadga qilich ko'tarib chiqdilar. Ilmsizliklari sabab mana shunday jaholatga ketdilar. Agar ularda ilm bo'lganida ular bu ishni qilmagan bo'lar edilar. Hasan Basri rahmatullohi alayhning hozirgi so'zlari xavorijlarga nisbatan aytilgandir. Ma'lumki, xavorij firqasi o'zlariga qarshi bo'lganlarni kofirga chiqarib, ularning qonlarini to'kishni halol sanaganlar. O'zlariga qarshi chiquvchilarning diyorlarini Dorul Harb deb nomlashgan. Ular Ali roziyallohu anhuning tahkimni, ya'ni Muaviya roziyallohu anhu bilan qilingan bitimni, sulhni qabul qilishini kufr deb hisoblaydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga jannat bashoratini bergan zotni kofirga chiqarishgan. Ali roziyallohu anhu ularning da'volariga javob berish hamda ularni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuni elchi qilib yuborgan. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu va xavorij yetakchilari o'rtasida keng bahsu munozara bo'lib o'tgan. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu ularning xatolarini ilmiy ravishda isbotlab berganlaridan keyin ulardan 2000 dan ziyodi xavorijlikdan qaytganlar. Ming afsuski, bugungi kunda ham o'sha xuddi shu xavorijlar kabi takfirchi oqimlar paydo bo'lib, omma musulmonlarni kufrda ayblab do'zaxga hukm qilayotganini ko'rib achinarli holatga tushamiz.